Bu yıl asas o'qit berdingizmi yanaqqa? Yılqı yıltızın terakki kıldırgan oğuttan bir haltını çoştum. Yani yılqı 14, 16, 15 diyen oğuttan bir halta ap koydum bununla. Şunu Men gapingizni to'liq tushundim. Endi gapni yig'aylik. Ma chechib o'g'itligingiz bo'lmabdi, endi o'g'itlab bo'psiz. Buningdan keyingi vaqtlarda chechib o'g'itlamang. Yeni birisi ma ximiyalik o'g'itni endi ma tarkibimi xili muvofiqga hozir birdigan. Lyusanjalikmi, kaliy sulfatlikmi? Endi mushtaq o'g'it bo'lgan bo'lsa, necha yillik yanaq u? bu yanak 15 yıllık yanak. 15 yillik yanaq bo'lsa, 1 kilodan 1,5 kilogacha, mana 1 yagilam tüküp koymay, ama daraxtninki 1 metr 70 santa, 1 metr 80 santa aralıqda 20 santa cho'nqurliqda ko'lab chechib ma o'g'itni bir-biring 10 ayninki o'ttir oxiri 10 ayninki 20 lira to'ng suyini bir qo'ysangiz bo'ldi. Ben buğdayını hazırmış, buğday tergıçı az sapamla edildim. Sapamla edilgenden ama az dedim o 14, 16, 15 diye oğuttu. Şu azı çüttüm, andaki şengencini selip, ben buğdayını urgun salama. Hazır siz bu o'g'itni bug'doyga bergansiz, shu yanaqning o'ttirsidagi teriydigan bug'doyga bergansiz. Yanaq bilan bug'doyninki araliqni qanchalik araliq qo'ydingiz? Ben hem de asaslıkı bu yani termisam mı bulattı, lekin ma yani termisam ma yani oğut yapmayken ben. Ona şu buğday teriş jarayonida mı yanaqni o'tirmoqchi. Bug'doyni teriyotganingiz bo'pti endi. Buningdan keyin 10 yillikdan yuqori mevalik bog'larga bug'doy, qo'noq yoki boshqa bunday uzun umrbod ziroatlar termaymiz. Bu bir. Ikkinchisi, siz hozir bug'doyga o'g'it beribsiz. Endi yanaqqa chuqum o'g'itlasangiz, kuch ojiz bo'lgandan keyin atiyozda mashaq kechikib ko'klaydigan, mevalar puchak bo'lgan bunday ahvol chuqum ko'riladi. Shunga shu yanaqninki bug'doy bilan belgilik araliq qo'ygan o'rindan cho'nqurligi 30-40 sant bo'lsa-mi o'rakni ichib, organik o'g'itdan 15 yillik yanaqqa 3 kilogram, mana ximiyalik o'g'itdan 1 kilodan 1,5 kilogacha sizning ag'a o'g'itingiz bo'ladi ekan. Ashni tüküp bir o'g'itlang. Ayrim yanaqqa qarta o'g'itlang. Mana bug'doyninki o'g'iti u o'ziga mansub bo'ladi. Organik o'g'itdan qaysidan sanama? Organik o'g'itdan masalan 30% UGG debchi, 30% atrofida va uning yuqori UGG'si bor. Andan mana bu bakteriyasi masalan sirtida yozilgan UGG, SHGG degandek bakteriya soni bo'lgan. Andan buning tarkibida yana xonfusan, ya'ni seriq chirindi kislota, ammonik kislota degandek miqdorlari, energiyalik moddalar bor bo'lgan mushtaq o'g'itdan bersangiz bo'ladi. Yoki o'zingizning to'liq chirtgan qo'tanqingiz bo'lsa, ashni bering. Yo'q, qo'tanqig'im yo'q. Men degandek qiling ansa. Qo'lingizda cho'mga bormi? Yo'q, bo'ldi. Siz mana nerede telefon numaramı bilib telefon qilasiz? Ben Qashqar Konişanın opaldım. Mening numaramni nereden bildingiz? O'sha telefonlar doyan qarsam chiqib qoldi shundan. Ma'qul bo'ldi. Qanday? Siz so'ragan savollardan qanoat topdingizmi? Bo'ldi, qanoat topdim.